Bu dersimizde azizlar ko'p o'lchamli massivlarni ko'rib chiqamiz, ya'ni ko'p o'lchamli listlar. Buni bir boyutli listlardan farqi nima? Ya'ni normal listlardan farqi nima deganimizda shu shaklda. Misol uchun shuni chizib ko'rsataman buni. Qalamimizni olaylik. Misol uchun qarang. Shu shaklda bizni xotiramiz yoki xotiramiz deylik. Qarang, xotiramiz shu kapakchalardan iborat. Har doim aytaman. Katakchalarimiz xotiralardir. Shu yerda shu shaklda bo'lingan bo'lishi mumkin. Bu bizni tamomila bu RAM. Misol uchun shu tarafdan nechta shu yerdan nechta qator yoki shu yerdan nechta satr bo'lishi bu bizda RAM xotiramizga bog'liq. Ham RAMimizni xotirasini necha gigabaytligiga bog'liq. Shuni shu shaklda yozadik. Misol uchun aytaylik 3 boyutli, 2 boyutli yoki 2 o'lchamli massivlar qanaqa ishlaydi? Shu shaklda, ya'ni indeks 2 dona bo'ladi. Misol uchun ustundan 5-da turgan, satrdan 6-da turgan kabi element. Misol uchun shu degani, misol uchun shu yerga bitta qiymat berdim D, shu yerga A berdim, shu yerga B berdim. B bo'lsin, shu A harfi bo'lsin, shu U, shu yerda S K bo'lsin misol uchun. Bunga biz bir massiv deymiz yoki bunga matrislar ismini berish mumkin. Agar matematika biladiganlar bo'lsa, matematikadagi massivlarni biladigan, matritsalarni biladiganlar bo'lsa, xuddi shu matritsalar bu yerda ko'p o'lchamli massivlarga to'g'ri keladi. Misol uchun burada ham shu shaklda 1, 2 qiymatlar yoki 3, shunda 4 kabi qiymat bersak, misol uchun bu bir matritsa 7. 3 ga 3lik bir matritsa misol uchun bu. Ya'ni 3 satr, 3 ustunli bir matritsa, 3 ga 3 ya'ni shu shaklda yozilardi matematikada. Buni ham yozib o'tay. Bu bir matematikada matritsa. Xuddi shu mantiq, shuni mantig'i bilan ishlaydigan bir list bu ko'p o'lchamli massivlar. Xotirada ham misol uchun ko'rsatsam, shu yerda misol uchun S bo'lsin. Bu yerda emas, bu yerda S. Shuni o'chiray. Tushunarsiz bo'lsin. Misol uchun shuni o'chirib qo'ydim. Bu shaklda matritsalar. Misol uchun biz aytaylik, bu yerdagi elementga yoki bu yerdagi elementga, bu yerdagi, shu yerdagi xohlagan elementimizga erishishimiz mumkin. Bu shakldagi matritsalar. Az avvalgi normal listda bunaqa emasdi. Misol uchun shu shaklda yoki faqatgina ustunga yozardi yoki faqatgina satrga yozib ketardi va hammasi bir-birining orqasida bo'lardi bu yerda. Bu yerda unaqa emas. Har xil aralashda bo'ladi, lekin shunday narsa bor, xotirada xuddi shu shaklda yoziladi degan narsa yo'q. Umuman bundan boshqacha shaklda yozilishi ham mumkin. Men sizlarga tushuncha bo'lsin deb buni chizib ko'rsatdim. Bu shaklda, ya'ni buni ham ustuni bor, ham satri bor sifatida tushuninglar bu list turini. Xuddi shu matritsalar. Agar iloji bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa rost mana bunga, shu yerdan misol uchun shu matritsa, matematikadagi matritsalarni bir ko'rib, keyin bu mavzuni tomosha qilsalaring, ya'ni o'rgansalaring juda oson o'rganishlar. Misol uchun bu chizim shakli bu. Men kodlarda ham buni ko'rsatadigan bo'lsam, ko'rsatib chiqay. Keling, misol uchun qarang. Xuddi shu shaklda deyapti. Ko'p o'lchamli massivlar ham tayyorlanishi mumkin. Tuzilish normal bir o'lchamli massivlar kabidir. Ko'p o'lchamli massivlarda satrlar ham bor. Misol uchun bu yerda qarang, faqatgina satr bordi, lekin bu yerda satrlar bor. Şimdi ham satrlar ham ustunlar bor. Qarang. Misol uchun matritsa 0,1 kabi. Misol uchun bu yerdagi elementni indeksi 0 ga 0, 1 ga 0. Nima degani? Misol uchun birinchi shu yerda, birinchi shu katakning ichida biz nimani beramiz? Satr raqamini beramiz. Bu yerdagi ikkinchida esa ustun raqamini beramiz. Va bergan ustun va satr raqamimizga ko'ra u qiymatni oladi. Misol uchun shu yerdagi qiymatni olmoqchi bo'lsak, birinchi satrdagi birinchi ustun deganda bu yer. Shu 0-ustun, shu 0-ustun, 0-satr. 0 dan sanashni boshlardik, unutmanglar. Kabi. Ya'ni bu matritsalar, bularni kodlarda ko'rib chiqaylik misol uchun. Kodlarda ko'rib chiqadigan bo'lsak,
Keldik buni o'chiramiz. Hatto ular tursin. O'chirmasdan ham davom etaylik şöyle. Qarang, bu yerda bir endi ismlar va ismlarda tagida biz familiyalarni tutaylik. O'sha foydalanuvchini familiyasini ham tutaylik shu shaklda. Misol qarang. Shu yerda string bo'ladi. String biz 2 dona 2 o'lchamli bir massiv tayyorlayapmiz. Bu yerga full name yozaylik. Full name 4 ga 4 bo'lsin. Hatto 3 ga tushdik, chunki hammasini yozishga qiynalamiz. Misol uchun qarang. Ketdik Davronbek. Biz hozir 0-satrdamiz. 0-satrda shu yerdagi satrlarda shu shaklda tushuning. Buni shu yerda bir chiziq bor. 3 donaga bo'lingan, 3 ustunga bo'lingan va har bir ustunni birinchi satrdagi element ismi ikkinchisidagi familiya sifatida yozadigan bo'lsak, misol uchun qarang, bu 00 ga keldi. Biz shu yerdan qarang, full name qarang, shu ismi ikkinchi ism full name, bu uchinchi ismim. Bu uchalasi ismim. Endi bularning familiyasini beradigan bo'lsak, qarang. Familiyasi birinchi. Davronbekning familiyasi misol uchun Abdurazzoqov bo'lsin. O'zim familiyamni beray. Full name. Bu yerda o'ta Mustafoning familiyasi nima bo'lsin? Mustafoning familiyasi hadi Aripov bo'lsin. Keyin misol uchun Nodirbekning familiyasi nima bo'lsin? Nodirbekning ham familiyam bu shaklda beraylik. Aliyev sifatida bir familiya beraylik. Bunga Abdaliyev sifatida familiya berdik, misol uchun qarang. Bu yerda normalda siz bu yerda kodlarda qaraganingizda juda ham aralash sifatida ko'rinishi mumkin, lekin ustun sifatida chizib ko'rsak, bu juda oson. Shu shaklda chiziladi. Uni hatto misol uchun chizib ko'rsataman. Qarang. Shu shaklda chizildi. Normalda deylik, misol uchun matritsamiz bu xotirada emas. Hozir xotira emas bu. Prosta qanday yozilganini shu yerdan bir chiziq bor. Nima debmiz biz? 4 3 ga 3 debmiz. Ya shu yerda ham bitta ustun bor. Normalda bizni bu yerda ko'rsatgan bo'yitimizga ko'ra. Lekin biz bu yerda kirgan misol uchun narsalarimiz faqatgina shu ikkala satrda ishlatyapti. Bu yerda misol uchun bu satrimizning barcha qiymati 0 sifatida to'ldiriladi. Chunki biz bularga qiymat bermadik. Qachonki qiymat bersak biz bu yerga qanday qiymat beramiz? Shu yerda misol uchun full name deb turib 2, ya'ni birinchi 2 ga 0, 2 ga 1, 2 ga 3 kabi berganimizda shu yerlarga ham qiymat yozamiz. Misol uchun Davronbekni yozganimizga 0 ga 0 dedik. 0 ga 0 neresi? Qayer? Shu yer. Bu yerga misol uchun Davronbekni yozadi. Bu yer 0 ga 0, bu 0 ga 1 joyi, bu 0 ga 2 joyi. Bu yer 0 ga bu 1 ga 0 joyi, 1 ga 1, 1 ga 2 joyi. Misol uchun bu yerdagi raqamga ko'ra, shu yerdagi indeks raqamiga ko'ra olib kelib shu yerlarga joylashtiryapti. Normalda misol uchun bizim ismimiz shu yerga, familiyasini shu yerga yozilyapti. Bu bir mantiq, ya'ni bu shu mantiqda. Hozir hammasi shu shaklda yoziladi degan narsa yo'q. Bu yerda faqat tushuncha bo'lsin sizlarga deb ko'rsatdim bu shaklda chizib yoki bu shaklda yozib. Har doim bu mantiqda foydalanmaydi. Faqatgina bilishlaring kerak bo'lgan narsa Java dasturlash tilida 2 o'lchamli yoki undan ko'p o'lchamli matritsalar bilan ishlash uchun bu shaklda listlar bor. Ya'ni listlarni ishlatishimiz mumkin sifatida tushunishlaring mumkin. Bu yerda ham bu yerda bo'lgani kabi faqatgina string emas, misol uchun char turida yoki int turida o'zgarishlar saqlashimiz mumkin. Xo'sh, keyin misol uchun buni uzunligini olsak bo'ladimi? Misol uchun soat ekranga misol uchun bu yerda keyin dasturlash davomida, kodlarimiz davomida buni ham ma'lum bir indeksda qiymatni chaqirib foydalanish uchun shu shaklda foydalanamiz. Ya'ni indeksini berib, shu yerdagi indeksini berib
Yani şu yerda indeksini berib, bu yerdan chaqirib olishimiz mumkin. Keyin misol uchun qarang, buni metodlarini ko'radigan bo'lsak, ko'p o'lchamli listning metodlarini ko'radigan bo'lsak, length yozsak, misol uchun qarang. Full name listining boyuti, ya'ni uzunligi qancha savolni chiqaradi list. Misol uchun men hozir ekranga 3 yozdim. Nega 3 ga 3 boyutli? Misol uchun shuni 2 yozganimizda 2 yozardi. Faqatgina nimani beryapti bizga? Satr sonlarini yoki ustun sonlarini beryapti. Satr sonlarini beryapti. 3 ga 2 yoki 2 ga 3 kabi beryapti misol uchun. Bu pastdagi satrlarni ustdagi ustunga yoki ustdagi indeksga bog'langan holatda ko'rishlaring mumkin. Ya'ni shu pastda berilgan qismlar birinchi qatordagi qiymatlarni bir pastki qiymatli sifatida ko'rilishi mumkin. Java dasturlash tilida ko'p o'lchamli massivlar bu shaklda. Yana shunday narsa bor. Buni ham barcha metodlarni birma-bir shu yerdan sinab ko'rishlaring mumkin. Metodlarni nuqta qo'yib, qaysi metodlarni sinab ko'rmoqchi bo'lsalaring, sinab ko'rishlaring mumkin. Bu darsimizni bu yerda to'xtatamiz. Ko'p o'lchamli massivlar. Keyingi darsimizdan sikl operatorlarini ko'rishni boshlaymiz.